Assalamu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar to'rbetimizning hurmatli mushtarlari. Munbirimizga yangi kelgan qarindoshlar. Mana dunyodagi 2 milliard musulmon xalqining qutlug' bayrami Qurban hayiti yetib keldi. Men kitap o'qish munbiridagi qarindoshlarimga ham qizim Dilfiruzga vakolatan butkul musulmonlarning, jumladan Uyg'ur musulmon qarindoshlarimizning bu qutlug' bayramini tabriklayman. Qurban hayitimizga muborak bo'lsin. Muhojiratdagi bizlar uchun mana shunday hayit bayramlarda xiyol kaptarlarimiz ixtiyorsiz ana vatanimizga qarab qanotlaydi. Ana vatanimizning hayvatlik tog' daryolarini, go'zal bog' bo'stonlarini, tirishchan mehnatkash xalqini, urug' tuqqanlarimiz, yaqin do'st birodarlarimizni sevganimiz. Bu qitimliq Qurban hayit munosabati bilan huzuringizga men dangliq yozuvchi, shoir marhum Abdurim O'tkir apandining Bo'g'da Anam nomli she'rini olib keldim. Aldı bilan diqqatingizga tavandagi qisqa sunna sunaman. Marhamat. Ey güzel yurt, ey aziz el, sana min ehtiram. Bu mübarek Eid Kurban şanı birle, esselam. Esselam, ey gül şefakı pürkünüp yatkan zemin, medhiyemni en evvel Bo'g'da Anam'dan başlayın. Ahlicek, başını kuddus gamguzar Bo'g'da Anam, Olturup sen kök gilem berkarar Bo'g'da Anam. Her sabah baksam senin çehrinde ikbal zilvesi, çünkü tac kiydin kuyaştın, bahtiyar Bo'g'da Anam. Esselam Tanrı tağ atı makanım, oğducun gar solunda tekli makalim, ili tarim durdanen bağrın baraksan, sen de erkim hem bəxtim hayatlık kanım. Bugün bayram koynunda hayat paynidi, sazcı bulbul şəninge mukam sayridi. Nima degan esil o'qilgan she'rlar odamni hayajonga soladi. Marhum shoirlarimizning makoni nurlari ichida bo'lsin. Yuqorqi bu sunni marhum shoirimiz Abdurim O'tkir apandining Shvetsiyada o'ltirishliq navra qizi Zulhayat O'tkir ta'minladi. Rahmat Zulhayat. Xo'sh, endi oldi bilan Salom yurtim, Qurban hayit munosabati bilan degan bir koplit she'rni o'qib beray. Ey güzel yurt, ey aziz el, sana ming ehtiram. Bu mübarek hayit Qurban şanı birle, esselam. Esselam, ey hal şefaqat pürkünüp yatkan zemin, medhiyemni en avval Bo'g'da Anam'dan başlayın. Bo'g'da Anam, Muhammed. Aqlichak başında kuddus gamguzar Bo'g'da Anam. O'ltirib sen kök gilemde berqarar Bo'g'da Anam. Her qaçan ko'rsam seni, ey gül uzar Bo'g'da Anam. Jush urib qalbimda chin bir iftixor Bo'g'da Anam. Xo'shliqimdan ko'z yeshim durdak tamar Bo'g'da Anam. Her sabah baksam senin chehringda iqbal jilvesi, jilve birle qamitar ko'zlarni qarig'ay jilg'isi. Jilg'ilarda gulchiman yoshnar yana tog' laylisi, qaynidi shomu sahar senda hayot tantanisi. Chunki tosh kiydin quyoshdan baxtiyor Bo'g'da Anam. Shuhrating olamcha bor, lekin qorong'u o'tmishing. Necha 10 qissa rivoyat bo'ldi har bir kechmishing. Dardi mehnat, g'am va hasratda oqarmish turbeshing.
Qancha ming yillab ko'zingdan biz uchun to'kkan yeshing, shu samoviy ko'lda tinmay chayqilar bog'da anam. Chayqilib turgan bu ko'l, ko'z yoshlaring durdanisi. Belki nefret hem muhabbet nazmisi, peymanisi. Yoki u qadimki sharq taqdirining abidisi. Endi munda anglanur kulgan baxt shodiyanisi. Çünkü sende boshlanib ketdi bahar, bog'da anam. Мәңгі külsün nur quyosh boshingda, sen bo'lg'in aman. Basmag'ay üstüngni hergiz emdi zulmetlik tuman. Süzülüp turg'ay samavi kül kabi kök asman. Sen hayat, bizmu hayat, evlatların oygaq haman. Ak leçekke konmag'ay deb bir g'ubar, bog'da anam. 1981 yılı 29 avgust Ürümçi. Acayip katı şiir ha? Hürmetlik qeyrindaşlar, men her biringlarning teninglarga salomatlik, oilanglarga xotirjamlik, turmushinglarga baxt, saodat va shodliklar tilayman. Qurban hayitimizga muborak bo'lsin. Men Nuriya Rahman. Bugün men Gretsiyaning Paros arlida shamol sal kuchlik, shuningdimi dengiz bo'yiga kelib bu hadiyani sunay dedim. Bahra og'am bo'lishinglarga tilakdoshman. Oxirida Paros arlidagi manzillardan hoziringlarga sunaman. Xayr xo'sh, omon bo'laylik. Kelar qitimliq programmamizda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.
see